Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz Amir Temurning tashqi siyosati. 14-asrning oxiri va 15-asrning boshida butun dunyo dadil qadamlar bilan olg'a ketishida Amir Temurning qahramona faoliyati hal qiluvchi o'rinni egalladi. 15-asrda dunyo tushunchasi hozirgidek keng va katta emas edi. U paytlari hali har ikki Amerika qit'asi, Avstraliya, Markaziy Afrika, Okeaniya orollari kashf etilmagan edi. Bu zamonning odamlari dunyo deganda Yevropani, Osiyoni va Afrikaning shimolidagi Misr kabi mamlakatlarni nazarda tutar edilar. O'sha davr nuqtai nazaridan qaraganda Amir Temur Yevropa va Osiyoning eng katta qismlarini egallab olgan Chingizxon imperiyasining jabru zulmidan avvalo o'z vatanini, so'ng Xuroson, Eron, Iroq, Ozarbayjon, Armaniston, Rossiya kabi mamlakatlarni xalos qilgani chindan ham uning 15-asr taqdirini ijobiy tomonga qarab o'zgartira olgan ulug' siymo bo'lganini ko'rsatadi. Buning ustida Bolqon va boshqa Yevropa mamlakatlari Yildirim Boyazid tajovuzdan qutqargani uning 15-asr taqdirini hal qilgan daho inson bo'lganini yana bir bor isbot etadi. Amir Temur Fransiya qiroli Karl VIga yozgan xatida quyidagi mulohazalarni bildiradi. Siz o'z savdogarlaringizni mening saltanatimga yuboring. Biz ularni iliq qarshi olib, izzat-ikrom ko'rsatamiz. Biz ham o'z savdogarlarimizni sizning yurtingizga yo'llaymiz. Siz ham ularga hurmat ko'rsating. Ularga ortiqcha tazyiqlar qilinishiga yo'l qo'ymang. Sizga bundan bo'lak talabim yo'q. Zero dunyo ahli ila obod bo'lajak. Amir Temur Fransiya va Ispaniyaga o'z elchilarini yuborib, ular bilan yaxshi aloqa o'rnatdi. Savdo-sotiqni yo'lga qo'yish, Yevropadan Eron va Markaziy Osiyo orqali Xitoy va Hindistongacha bo'ladigan Ipak yo'lini qayta tiklash to'g'risidagi kelishib oldi. Ammo bu rejaning amalga oshirishiga Yildirim Boyazidning bosqinchiliklari katta g'ov bo'lib turar edi. Amir Temur Boyazid ustidan g'alaba qozongan bo'lsa ham Turkiyani o'z mustahkamlasiga aylantirmadi. Bu mamlakatga o'z o'g'li va nabirasidan birortasini podsho yoki hokim qilib qo'ymadi. Turkiya boshqaruvini Usmoniylar sulolasi ixtiyoriga qoldirdi. Ammo siyosat tubdan o'zgardi. Usmoniylarning Amir Temur tayin etgan yangi hukmdorlari Yevropa mamlakatlariga qarshi diniy g'azotni to'xtatdilar. Nikopoldagi asir tushgan salib yurishchilar ishtirokchilari ozod qilindi. Eng muhimi, Konstantinopol shahri va Bosfor bo'g'ozining turklar tomonidan qamal qilinishi 50 yilga to'xtadi. Shu tarzda G'arb bilan Sharq yarim asr bo'lsa ham o'zaro adovatini to'xtatdi. Adolat va hamkorlik yo'liga kirdi. Buyuk Ipak yo'li qayta tiklana boshladi. Amir Temurning Anqarada erishgan g'alabasi butun dunyoni qoyil qoldirdi. Angliya, Fransiya, Ispaniya qirollari uni bu mislsiz g'alaba bilan qayta tabrikladi. Shu g'alaba natijasida Amir Temur Yevropaning xaloskori deb ulug'laydigan odamlar paydo bo'ldi. Ular hatto Amir Temurga oltindan kichik haykal yasab, uni shu ajoyib so'zlar bilan bezaganlari hujjat sifatida bizgacha yetib keldi. Amir Temur 1402-yili yozida Fransiya va Angliyaga maxsus elchi orqali Karl VI va Genrix IV nomiga xutbalar yo'lladi. Elchilar Parijga 1403-yil may oyida yetib bordi. Fransiya qiroli Karl VI 1403-yili 15-iyunda Amir Temurga yo'llagan javob xutbadan ma'lum bo'lishicha, Amir Temur taklifni Fransiya tomoni mamnuniyat bilan qabul qilgan.